Siz o'sha ideal yaratib olgan onaligingizda, masalan, ideal yaratib olgan onangizda meni bolalarim dog' kiyimda yurmaydi degan bir ideal onaligingiz bordir. Meni bolalarim magazinda xarxasha qilib yotib yig'lamaydi degandirsiz. Siz o'sha ideal yaratib olgan onaligingiz ta'sirida bolangizni holatini ko'ra olmaysiz. Ko'zingiz bekirib qoladi. Ko'zingiz shunaqa yopilib qoladi. Sizni maqsadingiz o'sha ideal onalikka yetib olsangiz, shunda xotirjam bo'lasiz. Shunaqa holatlar bo'lib qoladi bizda. Eng ko'p yomon onaman degan narsani aslida kelib chiqishi bizni onalik nima ekanligini, bolalik nima ekanligini tushunmagan holatimizda qoidalarni yaratib olganimizda. Siz o'sha bolam to'kmay ovqat yeydi degan paytda bilmagansiz, bola motorikasi tayyor bo'lishi, to'kib keyin o'rgana olishi, bolani mana shu qoshiq muvozanatini ushlab, ko'z va qo'l koordinatsiyasini moslashtirib og'izga olib borib yeya olishi uchun yillab mashg'ulot kerakligini bilmagansiz. Siz osongina yo'q, meni bolam unaqa qilmaydi deb qo'ya qolgansiz. Siz bilmagansiz, burni oqib yurgan bola hali mustaqil fikrlab, ro'molchani borib topib olib kelib artadigan jarayonga yetmaganligi. Ya'ni o'sha davrgacha olib borish kerak, uni ustida ishlash kerak. Ya'ni vaziyat tug'ildi, yechim bera olish texnikasini bolada shakllantirish kerak. Ya'ni burni oqyapti, kiyimiga artib olyapti. U hali tayyor emas, u hali qoidalarga o'rganmagan. Ya'ni ro'molcha qayerda turishini, doimiy bitta joyda ro'molcha turmaydi. Agar tursa, o'shanga o'rgansa, borib artadi. Faqat xayoli agar o'yinga ketmagan bo'lsa, boshqa narsa bilan miyasi band bo'lmasa, boshqa bir narsaga mukkasidan ketmagan bo'lsa, masalan, siz ham ishingizga mukkasidan ketib qolasiz, bolangiz yig'lasa ham, voy, to'xta, shuni tugatib olay deysiz. Xuddi shunaqa, burni oqib ketsa ham, to'xta, shuni qilib olay deb kiyimiga shunday artib qo'yadi. Aslida u xohlamaydi, u ham kir kiyimda yurishni, sizni bo'g'ishni, sizga ortiqcha ish qilishni xohlaydi. U ham tayyor ro'molchaga artsa, unga ham qulay, so'kish eshitmaslik unga ham yoqadi. Lekin xuddi shu siz mukkangizdan ketib qolganingiz kabi u ham mukkasidan ketib qolgan bo'ladi, yoki ro'molcha doimiy bir joyda turmagan bo'ladi, yoki u yechim topishga moslashmagan. Ya'ni burun oqqanda artish kerak degan bir narsani shakllan. U faqat gapirib emas, burningni art, ro'molchaga art degan narsa bilan, ya'ni gapirib tarbiya qilish tarbiyada yo'q narsa, nolga teng narsa. Demak, biz yelkamizdagi ortib olgan ideal onalik yukimiz sabab yomon onaman sindromi kelib chiqayotganini biroz bo'lsa ham tushuntirib bera oldim. Ya'ni yomon onamanmi degan narsa qayerdan kelib chiqqanini tushuntirib bera oldimmi? Hop, izohlarni biroz o'qib olaman.